Men homiladorlik paytimda shu Lolapaga kelib IVF terapiya bo'yicha lecheniya olgan edim. Birinchi kelayotganda rosa qo'rqdim, homiladorlik paytida bunaqa lecheniya olsa bo'ladimi, yo'qmi? Chunki men faqat eshitganim, sovetovat qilishgani uchun kelganman. Keldim homiladorlikda, har bu 3-chi homilamda kelganman bularga. Birinchi homilamda, ikkinchi homilamda juda ham ko'p achok bo'lardim. Shunaqa qiynalardim yurishga ham, даже kechqurunlari uxlashga. Tug'ib bo'lganimdan keyin ham achoklar meni 2-3 oylab bo'lardi. Bularga kelganimda o'sha IVF terapiya oldim, analizlar topshirdim, sразу boshim aylanishlari qoldi, o'sha oxirgi srogim edi homilamda. Kojalarim вообще o'zgarib zo'r bo'ldi, sochlarim, ham anaqa oyoqlarimda umuman hamma achoklar chiqib ketdi. Homilam tug'ilgandan keyin ham bolamga shu gipoksiyalari bo'lmadi. O'zimda ham holatim yaxshi bo'ldi. Shuning uchun mana hozir 4 oylik bo'ldi o'sha chaqalog'im. Yana lecheniya olishga keldim. IVF terapiya hozir birinchi shu lecheniyadan boshladim homiladan keyin. Chunki rezultat juda ham zo'r ko'rganimga, o'zimni hamma qarindoshlarimga ham realni o'zim sovetovat qilyapman. Juda ham menga bu IVF terapiya yoqdi. Hammalarga maslahat beraman.